Braziliya. Tishi tushib ketgan timsoq. Hay, shakchilar. Weibo bilan uning do'sti hozir dal Braziliyaning Amazon o'rmonligi osmonida parvoz qilmoqda. Weibo, bilamsan? Amazon o'rmonligining ko'lami 10 ingliz mili keladi. Ha, bak güzelken. Yaqinroq berib qarab baqayli. Hey! Tuxumni diqqat qilma. Sen ushqirishma. Ha. Ben Weibo bo'laman. Bu ishkaylan Henry bilan Baby. Bu ishkaylan Henry bilan Baby? Yana bir qitim degina. Sen nimishqa Weibo degan gaplarni takrorlaysan? Mening ilojim yo'q. Kim meni shatib qolsin deb ketgan. Boshqalar seni bo'zaq qilib atamdi bo'li. Hey, Samoyel. Unda ish yo'q. Faqat bizning go'zal o'rmonligimizga yana bir qancha mehmon kelibdi. Mehmon. Sizlar hozir yana bizning o'rmonligimizni yoqtiramsizlar? Nayt yoqtiramiz. Qani, undaqda men sizlarni boshlab boshqa yerlarni ko'rsatib qo'yay. Diqqat qil. Tez qichinglar. Tez qoch. Mening uvam. Bu nima? Tuxum! Men tuxumni yutirib qo'ydim. Ular texi mening uvamni buzib etdi. Biz ularni bundan bo'sh qo'yversak bo'lmaydi. Ehtiyot qil, Samoyel. Top turtish mashinasi seningdek kuchliroq. Çatak bo'ldi. Mening tuxumlarim ne ketdi? Endi men qanday qilaman? Shuncha kuchigan bo'lsam-mu, yanada amali bo'lmadi. Amalim bo'lmadi. Qandaqroq? Sizlarga bir ish bo'lmaganda? Loji, yana shu o'lgur to'pi turtkish. Ular barlig'imizni vayron qildi. Barlig'imiz? Biz ularni qo'g'lagan bo'lsak-mu, lekin yanada amali bo'lmadi. Loji, sen bizning ataman. Biz sening yordamiga muhtoj. Barhaq. Biz atiganlar muhim yig'in echib, bu masalani qanday hal qilishni maslahatlashaylik. Eng muhimi sen kim? Men Weibo bo'laman. Bu ishkaylar mening yaqin do'stim Henry bilan Baby. Bizning sizlarga yordamlashimiz bor. Rahmat sana Weibo. Biz hozir qanday yordam bo'lsa qabul qilaveramiz. Tanishganimdan to'liq xursandman. Yordamlashmoqchi bo'lganinga ko'p rahmat. Qutquzinglar! Top turtish mashinasi yana keldi. Qutquzinglar! O top turtish mashinasi emas bo'li. Balki Xolyo yana kapsizlik qilyotdi. Sen nima degan qiziqarli shatut bo'li. Bundaq vaqtda kapsizlik qilish bo'lmaydi Xolyo. Ma'qul? Undaqda biz. Hozirchi? Nima hozir? Hozir kapsizlik qilsam bo'lamdi. Xolyo. Azadan açtı qo'ba. Bo'ldi ko'pchilik. Qarog'i tushay deb qopdi. Ilohim top turtkish tuxumni mush atrofga tushirishni tilayman. Shunglashqa men sizlarning ati yig'in etishdan burun to'rt atrofga qarab, Bolining tuxumlarini izlab tepishinglarni umid qilaman. Biz chuqum tuxumlarini tepib chiqamiz. Ansirmagin Boli. Henry, to'p turtkish nimishqa o'rmonlikqa buzg'unchilik qiladi? Meningcha, ular texmi ko'p terilg'uya va san'at yeriga erishmoqchidir. Ammo meningcha, o'rmonlik shunday go'zal tursa, uning ustiga intayin muhim. O'rmonlik degan nurg'unlagan o'simlik va hayvonotlarning oilasi. Ya'ni kelib uning dunyoning klimatini muqimlashtirish roliga ega. Undaqda biz amal qilib ularning bu qilmishini to'saylik. Men izchil o'yinish uskunlariga muhtoj edim. Texi deyishmi qo'ygan. Do'stlar, biz bu yerga yig'ilishdagi maqsad ko'z oldimizdagi muhim bir masalani munozaralash. To'g'ri, biz bu yerga yig'ilib muhim bir masalani maslahatlashimiz. Yo'q, nihoyatda muhim masalani. Yo'q, bir masalani. To'g'ri.
Biz çare o'ylab birlikda taqabul turishimiz kerak. Chunki ish o'mlikda, kuch birlikda deydigan gap bor. Bu nima? Qirtimsaq yolg'onchi salamda. Nima degan qizqarliq? U top turtgich nima degan qo'rqinchli. Shunda. Ha? G'alati maxluq, tez qoch, tez. Tuxum. Bu ishkidan tuxumzodi qayerda-du? Men bu yalanni izlab baqay. Men bir narsani tutdim. Lekin undaq yumaloqda qilmaydi. Bu Henry. Qutqizinglar! Nim bo'ldi boli? O'lgir top turtkish yana kelgan o'xshamamdi. Yana kelgan o'xshamamdi. Yo'q. O oqshomgi g'alati maxluq. Sen buni anglamadingmi? G'alati maxluq. Men g'alati maxluq ish. Men g'alati maxluq ish. Tez qo'shinglar, g'alati maxluq yana keldi. Tez qo'shinglar. Tez qaranglar. G'alati maxluq maymun qo'lini tutibdi. Men bu so'zingning to'g'riligiga ishonmayman, baby. Biz yaqinroq berib qarab baqaylik. Xolio, sen g'alati maxluqni o'ldiribdi. Bebe, meningcha g'alati maxluq degan Xolio shu. Shundaqmi Xolio? Bu nemish bo'lib ketdi? Buni nemishligini men sizlarga so'zlab beray. Bu kapsiz maymun mo'yimishni bir yoqqa qo'yib qo'yib, yo'q ishni qilib, kapsizlik qilyotdi. Hay Loji. Men sening yolg'onchi saldig'ingni bilmaydi ekanman. Ha. Buni qamlashmaydigan yeri bormi ekan Amerika shiri? Yo'q, albatta undaq emas ataman. Ha. Xo'sh, Xolio. Men sening bu yerda turishini xohlamayman. Toki yig'in oxirlashguncha, uqdingmi? Yig'in oxirlashguncha, uqdingmi? Deganing to'g'ri, Boli. Boli. Menimcha bizning yig'in ochiqdek vaqtimiz qolmadi. Qaranglar. Biz darhol amal qilishimiz kerak. Biz amal qilib ularni qo'rqitib qo'ysak bo'ladi. Lojining doim deganiga o'xshash. Qo'rqitsak muhtan qo'rqitimiz. Men o'ylab topdim. Xolio, to'xtab tur. Gaping bormi, ushqur it? To'g'ri, sana gapim bor. Bu yoqqa kel Xolio. Menimcha biz bu g'alati maxluqning qiyofatini o'zgartirishga muhtoj. Ha? Bu nima narsa? Xato ko'rib qolgandim-a? Abla, g'alati maxluq. Tez, orqangga yon. G'alati maxluq kelyotdi. G'alati maxluq. Nima ovoz bu? Ben qo'rqib ketyapman. Qutqizinglar. Nima bo'ldi? To'xta. Biz o'rmonlikning hamma yerini oqtirib, hiliqqa qushchangisini topolmadik. Balkim u yanada top turtishning qo'lda bo'lishi mumkin. Qani, biz ularga ergashaylik. Nima degan qiziqarlik? Ben qiziqarlikkan. Önümü bo'ldi. Ve bunun bu çağrısı hakikaten qaltiskan. Hakikaten qaltiskan. Onun mening tuxumlarimni topa olishini umid qilaman. Men orqasidan berib ularga yordamlashay. Tez, bu yerdan ketinglar. Bir yovuz maxluq kendimizden qo'g'layotdi. Bu yerda qochimsak bo'lmaydi. Chapsan qochaylik. G'alati maxluq. Voy tangrim. Ular ketdi. Seningcha biz tuxumni qayerdan topa olamiz, Veybo? To'rt tarafga qarab boqaylik. Biz avval o yoqdagi ochliq ombordan boshlab izlaylik. Qara, Henry ketdi. Birodarlar, biz tuxum izlashda boshlaylik. Veybo, Henry, chapsan bu yoqqa kelinglar. Sen tepiyapsan, baby. Qarg'anda tuxumlarga biroz zaxmi bo'lmabdi.
Anglamak tunuşta kılamdı. Sen tugulgandı mı meni şundak çakırgan edin. Bo'ldi. Biz ularni ilib Boliga apirib beraylik. Hey. Ular hozirgacha kelmaydi-ku. Nim bo'lganda? Qarag'na, ular yana qaytib keldi. Qara, ular seni ballarini tep kepti Boli. Sening ballarini tep kepti Boli. Sen qaytırıp bereyli Boli. Biz ulan tapkanda ular tuxumdan çıkıp bo'ptikan. Appa. Ular qachongacha to'raydi? Qani birodarlar, biz keyingi safarimizga atlanayli. Xayr xo'sh ko'pchilik. Xayr, xo'sh Veybo. Rahmat sizlarga. O'rmonliq buzg'unchilik qilishga emas, balki asrashga muhtoj. Veyboning yordami bilan Bolining ballarimiz sog' salomat qutqizib olindi. Kelar qatim ko'rishaylik shakishlar.